Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yoshirish razil maqsadida bir qism davlatlarning Guangzhou, Chengdu, Chongqing qatorliq shaharlarda turishliq bosh konsul xodimlarini boshlab Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan. Xitoy xalq to'rining 26 aprildagi xabarda bildirishicha, Xitoy ilgari davom qilib kelayotgan ko'z bo'yamchilik orqali xalqaro jamiyatni aldash maqsadida 24 aprel Braziliya, Kuba, Nepal, Iran, Vyetnam, Kamboja, Senegal, Ekvator, Indoneziya, Birma, Tayland, Uganda, Pakistan, Turkiya qatorliq 14 davlatning Guangzhou, Chengdu, Chongqing qatorliq shaharlarida turishliq bosh konsul xodimlarini Sharq Turkistonning Qashqarni ziyorat qildirgan. 2014 yildan beri Tayland musofirlarini tutib turish markazida tutib turilayotgan Uyg'ur musofirlardan 41 yoshlik Mattoqti Matqurbonning o'tgan hafta kasal sababli vafot bo'lishi kishilik huquq tashkilotlarida Taylanddagi Uyg'ur musofirlarining salomatligi ahvoliga bo'lgan andishini texmi kuchaytgan. Navbatda kishilik huquq kuzatish tashkilotini o'z ichiga olgan tashkilotlar orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Tayland hukumatidan Uyg'ur musofirlarining turmush sharoitini yaxshilash bilan bir vaqtda ularni tezdan muvofiq bir davlatga o'rlashtirishni talab qilmoqda. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at Anqarada Turkiya uchur aloqa ishlari boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan xalqaro strategik uchur aloqa va ofat uchur munbiriga ishtirok qildi. Munbar 25-26 aprel 2 kun davom qilgan bo'lib, munbarga Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Sharq Turkiston o'limalar birligi a'zosi Nizomiddin Tamkini bilan Sharq Turkiston yangi nasil harakati raisi Abdusalom Taklimakan apandilar ishtirok qilgan. Munbarda asosli bu yil 6 fevral Turkiyaning Qahramonmaraş qatorliq 10 viloyatda yuz bergan yer tavrash ofatlari va uning Turkiyaga ko'rsatgan ta'sirlari tafsili muzokara qilingan. Germaniyaning o'zak ishlab chiqarishda ishlatiladigan ximiyalik moddalarning Xitoyga eksport qilinishini cheklash to'g'risida suhbatlashayotganligi e'lon qilindi. Bloombergning bu temaga yaqin manbalarni asos qilgan xabariga qaraganda, bu cheklash bosqichining Germaniya hukumatining yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uchun kerakli tovar va mulozimatga erishishni cheklash uchun muzokara qilinayotgan bir yurish tadbirlarining bir qismi ekanligi o'ttirg'a qo'yilgan. Germaniya iqtisod va klimatni qo'g'dash ministri Robert Habeck Germaniyaning texnik sohasida Xitoyga eksport cheklimiz qo'yishni muzokara qilayotganligini bildirgan edi. Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini mayda Xitoyning Shanxi o'lkasining markazi Xi'anda o'tkaziladi ekan. Boshliqlar yig'ini haqidagi qaror payshanba kuni o'tkazilgan 4-navbatlik Xitoy O'rta Osiyo tashqi ishlar ministrlari yig'inining axborot e'lon qilish yig'inida e'lon qilingan. Sudan tashqi ishlar ministrligi armiya bilan to'qnashayotgan qurolli kuchlarni isyonchilar deb atadi va ular bilan suhbatlashmaydiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Sudan Səhiyyə Ministerligi 15 aprel boshlangan armiya bilan qurolli guruhlar o'rtasidagi to'qnashda 512 kishining qazo qilganligini, 4193 kishining yaralanganligini e'lon qildi.